Arab tilida xol so'rash uchun ikkita uslubni ko'rib chiqamiz. Birinchisi kayfa haluk. Kayfa haluk. Kayfa qanday, haluk ahvoling. Ikkinchisi shlonak. Shlonak ozgina shevaga yaqinroq va ma'nosi shu nima, launuk sening ranging. Bu iborani o'ziga yarasha tarixi bor. O'rta asrlarda arab davlatlaridan bittasida vabo tarqaydi va vabo insonlarni 3 xil rangga bo'yaydi. Bitta rangda inson sog'ayib ketishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi rangda inson o'rtacha holatda bo'ladi. Uchinchi rangda bo'lsa, inson o'lim arafasida bo'lgan bo'ladi. Va o'sha paytlarda insonni holatini bilish uchun shu lavnuk deb so'rashar edi, ya'ni ranging nima deb. Va bu vaqt o'tishi bilan shlonukka o'zgargan va ko'p davlatlarda ishlatilinadi. Kayfa haluk sifatida, ya'ni ahvoling qanday o'rnida. Arab tiliga oid shunaqa qiziqarli va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun blogga obuna bo'ling.